1100 odam ichida mana shu gapni gapirdi. Endi muhokama qilmayman. Men buni tema qilib o'tiribman. Mana zapislarim bor. Mana zapislarim bor. Endi bu tanasini sotadi degan zapisi bo'lmasiga tashib beraman. Endi muhokama qilmayman. Men sen tema hozir buni tema qilib o'tiribmanmi? Oshpaz akasi rahmat, kattakon. Men buni tema qilib o'tiribmanmi hozir? Men nima qilib buni tema qilib o'tiribman hozir? Mana o'sha bilan o'ynamasangiz ham shu to'la. Men naborat erini gapirsangiz gapirmang, mayli bolalarni gapirmang deb nima qilib o'tiribman? Bu meni baba tema qilib o'tiribdi dod. O'ynamang. O'ynamada sizga shunday ham ana qilyapti-ku. Mana sizga ana qilyapti-ku. Meni ham zapislarim bor. Meni ham zapislarim. Qo'ylagan joyga boraman. Qo'ylaganni qilsa, nima qiladi? Qo'lidan nima keladi? Gapini o'ylab gapirsin. Gapini o'ylab gapirsin. Yo'q odamga 5 deydi, unga urganlar ham 5 ishlatib o'tiradi deydi. Menga ham urgan u. Gapini o'ylab gapirsin. Mana zapisi bor, menda bor. Tanasini sotadi degan zapisi bo'lmasiga tashib beraman. Ustidan yozing borib. Ustidan bor yozing. 1100 odam ichida mana shu gapni gapirdi. 1100 odam ichida gapirdi ana shu gapirdi. Bir yuz odam ichida gapirdi. Men bilan peripiskalarni Telegramda o'chirib tashladi. O'zidan ham mendan ham. Menda bor zapislari. Menda bor. Kimni yomonlaganlari ham bor. Menda ham bor peripiskalar. Endi men bilan peripiskani nimadir peripiska. Bibini yomonlaganlari bor. Eshitib turing. Men bilan Telegramda yozishgan peripiskani o'chirib olib, endi men bilan screenshot qilib nimadir ko'rsatyapti men bilan. Mendan hozir shuni chatga kiryapman deb siz gapirib turganda shunda kiryapman, uni qarang. Endi meni nimadir yozganlarimni ko'rsatib, nimadirlar qotdi endi. Nima deydi borib? Nima deydi? Borib urgan donatorni yomonladim, keyin meni ham so'kdi deydimi? Nima deydi borib? Hayron qotgani ras hijobda deydimi? Odamlarni besh dedim. Zapisi bor menda ham. Menda ham zapisi bor. Yana sizni tanasini sotadi deyman. Birovni jalab deyish yomon. 3 yilga statiya bu. 3 yilga statiya bu. Birovni jalab deyish yomon. Hozirgi kunda yana borku, ommani oldida 1100 odamning ichida jalabga chiqaryapti. Birovni jalab deyish ham yomon. Menda ham zapisi bor. Menda 3 yilgacha sizni yalni aytib, tanasini sotadi debdi. Shuning uchun bunga hech kim urmaydi debdi. Menda ham bor zapisi. Menda ham bor. Shunday tashlab beraman. Какой привет bo'ladi? Videoga ketamiz. Mayli, qo'ying, xudoga soldim men uni. Prosta menga o'ylayotganim, men bilan peripiskalarni o'chirib olib, nimadir screenshot qilib, hozir menda hech narsa yo'q, Feyuza bilan qarang. Mana Feyuza bilan o'sha peripiskani o'chirib olgan, endi nimadir screenshot qilib odamlarga ko'rsatib o'tiribdi. Mendan o'chirib tashlab o'zini ko'tini o'chirib tashlayapti-da o'zini qilganlarini. Endi meni xalqqa yomon ko'rsatib o'tiribdi. Peripiskada men 100% bilaman, provokatsiya qilib ber, o'qilib so'kib ber degan. Men ularni ham bilaman. Men bilaman. Tashadi cho'smi? Shunaqa deganlar uchun uzr o'shirib tashlagan. Endi meni gapir. Oshpaz akasi 27. Provokatsiya qilib ber, bir-birimizni ko'proq so'kaylik deb. Men bilaman-ku. Bunaqa noinsof bo'lmanglar. Shunday o'tirsam uradi donatorlar. O'yinchilar uradi, shart emas bunaqa qilish. Bir-birini haqorat qildirish donatorlarni. Yo'q, bunisi bu yoqdan 5 desa, bunisi bu yoqdan bunaqa desa, bunaqa qilish shart emas, shunday uradi donatorlar. Non tuzini yeb, bunaqa qilish shart emas efirda. Shunday uribdi-ku. Qani men bilan o'chirib olib, endi hijobni kiyib olib, meni xalqqa yomon ko'rsatyapti. Xudo insof bersin, Feyuza senga, takji menga ham insof bersin agar menda ayb bo'lsa agar. Men sizga shunday zapisini tashlab beraman. Shadosh, rahmat, assalomu alaykum. Hamma like bosdi. Urdi oshpaz akasi, urdi. 30 bo'ldi. Yutaylu. Hadi-chi o'ynaylik. Davay. Hamma Shadosh JJ aka o'ynolmaydi mana akalarim bilan. Normal, seriyoz odamlar o'tiribdi. Oshpaz akangiz o'ynolmaydi biz bilan.
Nimaga o'yin olmas ekan? YouTube beradi. Bundan oldin atvet bera olmayapsizlar. Ishotlarga ishot Ha bitta o'zida menda haqiqiy legendalar o'tiribdi efirni, hamma o'kala o'tiribdi, Jizzaxlik zimlarim o'tiribdi. Ana kelsin mana. Oshpaz aka, YouTube bering, davay shot deysiz siz buni aytgancha. Shot. 5 gacha o'ynaymiz. 2-0. 2-0, yana 3 ta o'yin qoldi mencha. Oshpaz akasi 5-0 qilib bera olasizmi shu odamni? Mana shu o'yin yutsa 2 ta o'yinimiz qoladi. 2-0 yutyapmiz hozir. 5x-imda bor ekan. Like bosib podelиться qilinglar. Hamma like bosib podelиться qilsin. Men